Assalomu alaykum hurmatli Mangitov Bitura kanalining obunachilari. Bugun 1-oktyabr 2025-yil. Bugun biz sizlarga obzor qiladigan uy Toshkent viloyati Bo'ka tumani Bukamofi Ukubay qishlog'iga keldik. Ya'ni Ukubaydan Bo'kagacha bo'lgan masofa 25 kilometr. Mana uyda oldida vodobashnya bor. Nakata uyda oldida. Gaz, svet, Wi-Fi, suvdan muammo yo'q. Gaz bir oyda bir marta gaz bilan olib ketadi, shunaqa. Uyda hujjatlari hammasi, kadastr hammasi joyida. Yer maydoni umumiy 52 sotixli joy. Hozir sizga kadastr dokumentlarini ko'rsataman. Mana kadastr hujjat. Uyda kadastri. Mana uyda boshlayman videoga olishda. Toshkent viloyatidan uy izlagan tanishlaringizga jo'natib, obuna bo'lib, like bosib qo'yish sizlardan chiqmasin. Biz endi boshladik. Birinchi uydan boshlaymiz. Uyimiz 3 xonali, yonida vremenka bor, 2 xonali. Hozir ichkarisini ko'rsataman. Bu birinchi xona. Nima ko'rsating? Hozir ikkita xonani ko'rsatdim. Bu yerda 3-xona. Mana yaqinda tug'ilgan kun bo'lgan shekilli. Qarang, juda ham chiroyli aboylari. Yo'qda spalnya xonasini ko'rsatamadim. Ko'rsatgandim. Bu yerda 2 xonali vremenka. Vremenkada endi bolalar uxlashayotgan ekan. Ko'rsata olmayman. Bu oshxona. Kiraveraymi? Bu oshxona. Voy. Kuxnya. Mana hovli. Bu banya. Bu banyasi. Mana o'chog'i bor ekan, qozonli o'choq. Mana polni terak ekib tashlagan ekan. Teraklarning soni umumiy 3000 ta. Mana bitta kran. Вот, anorda bor ekan. Bittasini olib ketayim ekan. Mana endi chegarasini ko'rsataman sizlarga. Mana teraklar. Polni tushib ketaveramiz pastga. Boya aytganimdek, 3000 ta terak ekilgan. Keng joy. Qarang, qanaqa chiroyli.
Mana terak tugashi bu chegara. Oxirgi terak tugagan joy chegara. Mana. Mana ko'rganingizdek zo'r joy. Mana anorlari bor ekan. Anorlar boshlanishi bu yoqdan boshlanadi. Shaftoli bor. Olma. Uyda narxi $40,000. $40,000 degani bilan kami bor. Mana maktab. 41-maktab. Va oldida o'yingoh bor, bolachalar o'ynaydigan. O'quvchilar, bolachalar. Kanal suvi. Shu yerdan suv oqadi va огородlaringizni sug'orsanglar bo'ladi.